Kecha barda ikkita rus qiz bilan rossa o'ynabmiz-da. Uyning oldiga yetganimizda uyda hech kim yo'q deb qoldik-ku. Tormoz deb o'ylamasin deb shuna chiqdim uyiga. Ertalabgacha tindirmasdan varrak uchiribmiz-da o'zi ham. Qaysidir qizni oldida tormoz bo'lib qolmasligi uchun iymoningdan voz kechdingmi shunda? Bilat, yana aqlliliging boshladingmi? Ushla mashinang kalitini. Bilol, seni xotining nechinchi yil edi? Tushunmadim, 2004 nima edi? Sen musofirda xohlagan ishing qilib yuribsan, har kuni zino qilyapsan. Hech xotiningdan shubhalanganmisan? Nima deyapsan? Men xotinim hech qachon bunaqa ish qilmaydi. O erkak, xotining ham sen haqingda xuddi shunday fikrlaydi. Erim hech qachon xiyonat qilmaydi, hech qachon zino qilmaydi deb o'ylaydi, lekin sen har kuni xiyonat qilyapsan, har kuni zino qilyapsan. Balki xotining ham... Nima deyapsan, cho'rt? Nima demoqchi bo'lganim katta bo'lsang tushunib olasan, erkak. Musofir yurtga kelib pul topib o'zini yo'qotib qo'yayotgan ayrim. Qaytaraman. Ayrim musofir do'stlarim eshiting. Sizlar uchun eslatma. Unutmang, agarda siz begona varraklarga nafs ko'zi bilan qarasangiz, sizning O'zbekistondagi varragingizga ham boshqalar nafs ko'zi bilan qarashi mumkin. Siz boshqa varraklarni uchirsangiz, sizning varragingizni ham boshqalar uchirishi mumkin. Erkakchilikda bo'p turadi degan gap esa faqat shaytonga tegishli. Unutmang, siz uchun ayolingizning xiyonati qanchalik og'riqli bo'lsa, ayolingiz uchun ham sizning xiyonatingiz xuddi shunday og'riqli bo'ladi. Qilgan gunohlarimiz uchun javob berish vaqti kelganda sizning ayolligingiz yoki erkakligingizga qarab o'tirilmaydi. Qalbingizni isloh qilsin. Salomat bo'ling.